Assalomu alaykum qarindoshlar, Javodan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 35-qismlik dars. Bu qism darsimizda biz OOP hukmlarining davomi bo'lgan abstraktlaştirishni o'rganamiz. Biz oldingi qismlik darsda kapsullashtirish, ya'ni encapsulation bilan miras, varis qilish, ya'ni inheritance o'rgangan. Bugun qanda abstraktlashtirish, abstraction ni o'rganamiz. Dasman bir package quray bugungi dars uchun 35 shunday qo'y. Mesela fruits meyve deb bir class quray. Buga o'rganadigan darsimiz qanday? Abstraction. And abstraction and abstraktlashtirish. Abstraktlashtirish nima deganda? Yig'incha qilib aytgan chaqda, bir og'iz gap bilan qisqartganchada mushu sonliq ma'lumot bir taraf qilishni qanday? İcra qilishni yo'shirish. Ijroiyatni yo'shirish degan gap. Hamda buni qanday ishlatamiz deganda, masalan bir misol qilib bersam. Masalan bir ma'lum bir appga, yoki to'rbetga, masalan Instagramga kirsanglar, isminglar bilan maxfiy nomer bilan kirsa shunaqo. Shuni bossanglar ochiladi. Qanday ochildi bilmaysizlar, shunaqo. Aşağı abstraktlashtirilgan. Hamda bu abstraktlashtirishni biz ikki hukm bor o'rganmoqchiman. Shu hukm orqali yetkili bo'ldi abstraktlashtirishga. Birisi abstract class. Yana birisi interface. Bu ikki hukm mushkilisini o'rganamiz. Mush hukm orqali biz qanday abstractionga, ya'ni abstraktlashtirishga yetamiz. Hamda avval men abstractionni so'zlay, abstraction classni. Hamda masalan biz encapsulationni so'zlagan chaqda private mush orqali so'zni foydalanib encapsulation yetgandik. Inheritance'ni ikki classning munosabatini belgilash uchun qanday extends degan orqali so'z bilan inheritance qilgan. Unda bo'lsa bu abstract class-chi, abstract. O'ylab bo'ldim o'ylayman. Abstract mushalqiliq so'z bilan qanday? Biz mush abstract class-ni quramiz. Masalan, mana abstract. Qo'doq bu class ham abstract bo'lib ketdi. Bir class abstract bo'lsa, ya'ni abstract class o'z qanday bo'ladi deganda? Abstract class qanday? Esin olchang tutinglar. Biz abstract classning ichida object qurolmaymiz. Constructor orqali classni chaqirib qanday object qurolmaydi, obyekt qurolmaymiz. Qanday? You can't create object in abstract class. Object qanday? Qurolmaymiz. Object qilsak qizir oldu. Birinci alaylik kim abi? Abstract class'da object quramaymiz. İkinci alaylik nima deganda? Biz abstract class'ning ichiga ham abstract method ham qanday? Abstract bo'lmagan, g'ayri abstract, ya'ni abstract emas. Non abstract deydi inglizcha. Method qura olamiz. Masalan, men avval abstract bo'lmagan bir class quray. Nima metod quray. Quramizku public masalan void fruit bo'lgan ekan. Color day. Masalan, this fruit has color.
Bu meyvenin qanday rengi var deb qo'ydim. Meyvening rengi bor, rangsiz meyve yo'q-ku. Bu bir metod deb turaylik. Bu bir metod. Bu qanday abstract bo'lmagan metod. Xullas, abstract metodni qanday quramiz? Abstract methodni qanday quramiz? Metodni oldik, shu abstractni qo'y. Shu yazsaqlam abstract method bo'ldi. Mana. Class abstractni quriblam. Abstract class qildikmi? Buni qanday? We use abstract keyword. Shunaqa-ku? Ham ikkinchisi qanday? Sen public static void. O'xshash-ku? Kim oldin to'xtangmi? Hamda eat ismi metodning ismi o'xshash. Faqat hozir men farqini men bu static qilibman. Abstract qilman deb. Public abstract. Hamda ikkinchisi diqqat qilgan nuqtanglar abstract method. Men so'zlab qolganimiz user'dan so'raydi. Abstract method qanday? Has nobody. Has nobody desam, hech kim yo'qdek bo'lib qoldi. Menda body ochqilanmaydi demoqchi. Buni qanday? Ochmaylam. Yiptimiz cho'qim. Yana bir balı classda buni shu varislik qilishni inheritancedan foydalanib qanday ijro qilamiz. Tushundinglarmi? Bu metodni qanday ma'nozimiz? Cho'qim yana bir subclass yoki child class orqali inheritance ni ishlatish orqali yurgizamiz demoqchi. Shunga OOP hukmlari bir bilan qanday munosabatlik. Unda esa masalan men abstract classda qanday qilinmaydi deb object qurg'ilmaydi. Masalan, mana object qurib baqili. Object qurib olsa qizdirib oldi. Masalan, fruits. Esinglardimi objectni qanday qurdik? Some fruits. Qizdirib oldi. Nimishqa? Chunki men abstract class. Abstractni ilvasa qanday oldi desanglar? Hozir men abstractni ilvasam, uchinchisi abstract method. Uchinchisi qanday? It must be created in a Üçüncüsünü eng qo'rqazay. In a abstract class. Va abstract metod diqqat qilinglar. Abstract metodni qada odatki metodga o'xshash yozamiz, lekin abstract alqiliq so'z ma keywordni yozamiz. Ikkinchisi abstract classni bunda ochsa qo'ymaydi. Badai yo'q. Cho'qim metod ismini yoziblam, buni oxirlashtiramiz. Uchinchisi abstract metod cho'qim abstract classning ichida bo'lishi kerak. Masalan, men abstractni ilvatsam, men qizdirib oldi demoqchi. Mana men qizdirib oldim. Shunga abstractni qo'ydim. Men yo'qolib ketdi. Endi abstract classning ichida nima dedim? Object qurg'il bo'lmaydi. Meni quramaymiz. Abstract classning objectni qanday quramiz deganda, yana bir class qurib, uningga inheritance orqali meni parent class yoki super class qilib, ma classni, fruitsni. Yan birini child class yoki subclass qilib, andan keyin yurishtiramiz. We execute. Masalan, mevalar degan umumiy bosh parent class bo'lishini qo'y. Unda masalan apple deb qo'y, olma. Birinchi ular qanday qilma? Extends qilma. Fruitga. Biz abstractionni qanday inheritance ketadi. Venga qo'y inheritance oldin qism tarzida. Endi extend qilsam men qizdirib oldim. Nimishqa deganda cho'qim men bu balı classda, ya'ni child class yoki subclass. Ma apple hozir child class yoki subclass bo'ldi. Chunki men extend fruit bo'ldi. Fruitsni extend qilgandan keyin fruits nima bo'ldi? Yoki parent class yoki super class bo'ldi.
Tushuninglarmi? Ammo mana bu parent class diqqat qilinglar. Parent class abstract class bo'lib qolsa, biz cho'qim bu abstract class ichidagi abstract methodni bir yurgizimiz cho'qim. Qanday? Mani yurgizimsak men qizdirib oldim. Yoki qo'lingizda yozsanglar bo'ldi yoki qizdirib olsa classni ustiga qanday? Add unimplemented. Qanday yurgizilmagan metodni qo'shish deydi. Override qilib. Buni override deydi. Overriding degan qanday? Mushni ustilablam qanday? Mani ochmagan tiqqu, chunki bu abstract. Buniki nima keldi? Mana miyada ochdik. Miyaga yozamiz uni. Olma bo'lgan degan qanday? You can eat fruits. You can eat this fruit day. Bu mevani qanday? Yeyalaysan. Buning asli metod nada? Miyada. Buni bu yerda yurgizmadik. Buni faqat ko'rsatib qo'ydik. Ammo buning yurgizish nada? Bu yerda. Nima uchun ham abstract shuni nimaga ishlatmaysiz desanglar? Nim Python va bunday qilib ketgan insonlar. Biz abstractionni orqali nimaga ishlatamiz? Abstraction orqali bexatarlik ketimiz, security. Yani bexatarlik orttirmiz abstraction orqali. Masalan qarsanglar, masalan ma metoddan. Buni nima biladinglar? Buni qanday nima yurgizganligini biladinglarmi? Bilamidinglar? Buni shu abstraktlashtirib etdi. Ko'ramidinglar? Bu qayerda? Miyada. Endi men ma'ni qanday qilaman? Masalan, Apple'ni chaqiray. Ma'ningdan bir metod yozibdim-a. Ma'ningdan bir chaqiray, men yana bir klass quray bo'ldi. Bularda F class. Demo dev klassning ismi. Demo deganimdan gap demonstrate manda ko'rsatish demakchi. Bir narsani qilib ko'rsatib qo'ymoq degan-ku. Masalan, men ma'nodan olma klassni qurma, object qurma. Kichik Apple. Hem diqqat qilinglar. Ma'ni bassam hem color hem each chiqadi. Nimishqa? Hem color hem each chiqadi. Bu demo classning ichida to'sma desanglar. Bu demo classning ichidami? Bu bilan bu bir packagening ichida. Bir packagening ichida. Uning ustiga men bu demo classning ichida ma object qurdim. Apple classdan. Apple classning ichida nima bor? Eat bor. Eatni mayadagi abstract methodni bu override qilib, ustilab buni ustilab mindirish degan gap, ustilablam. Biz oldingidan ustilab yuklash overloading degan-ku. Endi biz overriding degandik mana. Endi o yusrani imtihonda overriding bilan overloadingning farqini so'rash mumkin. Men hozir mana tushuntirib o'tib, uning to'xtalma. Apple shunaqo. Color Apple eat. Buni yurgizsak qanday? This fruit has color. Bu color miyada. Ma Apple'ning ichida override qilib etdim. Eat nada? Nima? Xato debdimmi? Ma eat miyada. Ma color ma fruits da. Endi bu Apple nimishqa bu eatni fruitsni turib eatni qila oldi, nima? Colorni qila oldi desanglar, chunki Apple qanday qildi? Ball class bu, child class. Extends fruitni extend qilgan. Shunga buni o'ziga ishlatadi. Tushuninglarmi? Mana bu abstraction. Abstraction. Dastlabda qanday qilib qo'ydim? Men ma'ni misol sifatida ham ko'rsatib qo'ydim. Bu masalan abstract method. Ya'ni, yana bir diqqat qilinglar, yana bir yig'inchoqlik o'tay. Abstract classning ichida abstract metodmi bor? Abstract bo'lmagan metodmi bor? Bo'laveradi xohlagancha. Hamda miyada overriding deb bir hukm chiqdi. Overriding bilan biz oldingidan overloading degan. Ustlab yuklash deb. Qanday farqi bor desanglar? Overloading insonlar deb qolsa, yana bir qitim ko'ringlar men shu darsimda. Overloadingni qanday? Overloading bir klassning ichida yuz berdi. Overloading bir klassning ichida metod ismi o'xshash bo'ldi. Metod ismi o'xshash bo'ldi.
Faqat parametr o'xshamaydi. Ustilab qo'yadi. Ammo overriding qanday bo'ldi? Overriding ikki klassning ichida yuz berdi. Cho'qim ikki klass. Ikki klassning ichida yuz berdi. Eng cho'ng farq shu. Unda bo'lsa, mana bu abstract class orqali biz abstractionga yetdik. Ondan keyin yana birisiga nima deyapman? Interface. Unda asmazdir interface'ni tushuntirma. Diqqat qilinglar. Package nachay. Diqqat qilinglar class. Hozir men interface quraman. Interface qanday quraman? Packagening ichida o'ng tarafni chekib, xuddi class qurgandek-a. Men class bor-ku, aslida qarasang interface bor. Interface amaliyot nima deganda bir sub bo'lgan bir abstract class deb tushunsang bo'ldi. Interface'da faqat qanday abstract methodlar bo'ldi. Abstract bo'lmagan, ya'ni non abstract method bo'lmaydi. Interface masalan animal day hayvon deb bir right ma interface diqqat qilsang class deb chiqadi, ma interface deb chiqadi. Endi interface'da nima dedim? It only has abstract method. Faqat abstract methodlar bo'ladi bunda. Ikkinchisi bu default altida, mush turg'un altida. At default it has qanday? Buning metodlari qanday? Abstract and public. Buni yozmasak bo'ldi, abstract deb yozib o'tirishning hojati yo'q. Buning yadrosi bilan bu qanday? At default qanday bu? Abstract bu. Onga o'xshashlarna. Buning ash yadrosi degani qanday? Bu static final. Ash yadrosi bilan buningda. Mana amaliy misoldan tushuntirib qo'yay. Bir method yozamiz. Masalan, animal. Animal qanday qildi? Hayvonlar qanday qildi? Uxlaydi shunami? Discipline uxlaydi debdim-ku. Diqqat qilinglar, buning yadrosi abstract. Men abstract deyishimning hojati yo'q. Body yo'q buningda, asa qo'ymaydi. Shunga tugidi. Ma'noga o'xshash qanday? Ma'no badan ochmaymiz. Ondan keyin bu abstract default oldilam abstract o'g'achqa abstract deb yozishning hojati yo'q interface'da. Public void hayvonni qanday qildi? Run yuguradi shunami? Ikki metod quray. Hamda buni implement qilamiz. Men yana bir qaranglar I interface degan belgi chiqib turdi. Interface quray. Masalan, uni amphibian. To'g'ri bo'ldimi? Amphibian. Qo'shmakorlikni amphibian deydi-ku, deymi? Bu men class qurib yutibdim-a. Class emas, interface qurmoqchi. Interface. Amphibian. Qo'shmakorlik degan gap. Masalan, qo'shmakorlik u hayvonlar ichiga kiradi, qo'shmakorlik hayvonmi? Qaysi va qo'shmakorlik hayvondan? Tashbaqva shunami? Qo'shmakorlik hayvon qanday? Suvda yuradi shunami? Shuna uning metodini public void swim deb qo'y. Buni ochmaymiz, a? Hamda mush interface muamaliyati bir sub holatdagi abstract class edimi? Buni ham chertyoji deb tushunsak ham bo'ldi. Ondan keyin interface'da qanday qilinmaydi? Object qurulmaydi. Shun body yo'q. Object qurg'il bo'lmaydi degan nima degan gap, savoqdoshlar? Constructor yo'q degan gap, a? Interface'da constructor qurmaymiz. Constructor yo'q.
Ham qurolmaysizlar. Shuni object qo'ysak bo'lmaydi, xatolik chiqib qoldi. Ham bir class quray. Toshbaqa dey. Turtle deydi-ku toshbaqani. Bu toshbaqa ham yuguralaydi, yuguralaydi demaydi, toshbaqa yuguramaydi. Runni walk deb qo'yib, mangadu. Mangadu deb turne. Uxlaydi-ku toshbaqami. Turtle qanday qildi? Animal deb shunaqa. Biz yana bir class bilan yana bir classni miros qilish, varislik qilish munosabati uchun qanday qildik? Inheritance uchun extend keyword qildik. Extend alqilib so'zladik. Ammo interface-ni qilish uchun varislik qilish uchun implement. Implement xato ismini. Implement animal. Implement xato bo'ldi. Tamam. Ba'zilar oddiy bir narsalarni unutib qolsizlar. Ne implements ki ne? Ben implement ettim. Implement. Diqqat qilinglar. Class'da interface'dan varis qilish yani inheritance ketmoqchi bo'lsa qanday qilamiz? Implement qilamiz. Hozir men animal ishidagi, men animal classning ishidagi sleep, walk degan qanday inheritance qilmoqchiman. Inheritance qilmoqchi desam, xato shuni qilmanglar. Bu inheritance o'xshamaydi. Men ma'ning ishidagi men abstract metodlarni yurgizmoqchi, implement qilmoqchi. Shundan foydalanaman. Override qilib etdim-ku. Ma sleep bilan walk bu yadrosida abstract o'g'ashqa abstract deb yozim saqim bo'ldi. Endi men toshbaqa qo'yman bu. Demas? It can sleep. Bu uxlayoladi, walk o'schu. Toshbaqa klassini ishida qilyaptim. Mana. It can walk. Endi diqqat qilsanglar, Java'da birdan ortiq extend qilinmaydi klassni. Men oldin qism dars o'zgan qo'p. Ammo birdan ortiq interface'ni implement qilib bo'ldi. Buni user'dan so'rash mumkin, Masalan, birdan ortiq inheritance, multiple inheritance can you do multiple inheritance in Java deb qasqanda? Yo'q. But a classni you cannot do or achieve multi-inheritance on class, but you can achieve multi-inheritance on interface yoki implements. Implement bilan qana men peshdan birini qo'yapman. Amphibian, chunki toshbaqa amphibian, ya'ni qo'shmakorlik-ku. Buni qanday qilaman? Nima? Amphibian yozmaylan bir pesh bilaman. Implements ham bir yozim saqim bo'ldi. Bir qitim yozsaqlam kifoya. Pesh bilan marimiz. Menim ish qiziq oldi, chunki men amphibianda yana bir method va uni override qilsam qilmaydi. Abstractionni shuni bilan erishimiz mana. Swim ni override qilyapti. Toshbaqqanda so'zalaydi-ku.
can swim. Hammamiz qanda? Animal, amphibianning metodlarini o'ziga bilan override qilib oldi. Abstract. Kod ijro qilamiz. Mani qarab hech kim bilgili olmaydi. Ammo bu yerda bor hammasi. Buni demo versam. Masalan, bu demoni mani bilan beraychi. Toshbaqa shunaqa. Toshbaqani chaqiray. Turtle. Qarsanglar. Sleep bar. Toshbaqani. Swim bar. Yani nimasi var? Walk. Mana. Mana o'qimay turay. Yurgizsam qanday? It can sleep, it can swim, it can walk. Mana bu interface orqali abstraktlashtirish. Mana bu amphibian bilan animal interface bu shakilisi. Ma'ning qanday? Implement qildim shaklisini. Ammo classni xdan qilolmaydi. Ishki classni xdan deb manda pesh qo'yib yozilolmaydi. Diqqat qilgan nuqta, birinchisi interface'da constructor yo'q. Ondan keyin interface'da qanday? Method cho'qim default holatida bo'lsin. Abstract method bo'ladi, non abstract method, ya'ni abstract bo'lmagan metod bo'lmaydi. Uchinchisi qanday? Body bo'lmaydi, chunki abstract bo'lganligi shunaqa unda hech narsa. Hojat yo'q. Endi buning bilan biz abstract class bilan interface orqali biz abstractionga erishimiz. Hamda yuzrani imtihonlarda mush interface bilan abstract classning farqini so'rash mumkin. Birinchi farqi nima? Abstract classni biz abstract halqiliq so'z bilan yasaymiz. Interface'ni qanday? Interface bilan qana. Mana interface bilan yasaymiz. Birinchi farqi bu. Ikkinchi farqi biz abstract classdan qanday? Inheritance qilmoqchi bo'lsak, varislik qilmoqchi bo'lsak, biz qanday? Xdan keyword bilan varislik qilamiz, ammo interface ni varislik qilmoqchi bo'lsak, inheritance qilmoqchi bo'lsak, implements bilan varislik qilamiz. Ikkinchi farqi. Uchinchi farqi nima deganda, abstract classda abstract bo'lmagan metodlar bor mana. Body qo'g'il bo'ldi. Qiysoq bo'ldi. Lekin interface unda qilinmaydi. Qat'iy unda qilinmaydi. Qiysoq qanday bo'ldi? Qizarib oldi demak, xatolik ko'rib oldi. Qilinmaydi. Uchinchi farq shu. Qolgan farqini ham o'zal material izlab baqsangiz bo'ldi. Shu o'rgangan masalaga asosan. Bugungi darsimiz mushakcha. Yani bugun nima degandik? Abstraktlashtirishni. Bu bek muhim hukmi. OOP. Nima bek muhim bir hukmi? Tushungan nuqtalar asosiy inkas shakl qoldirsan bo'ldi. Ko'proq mashq qilinglar. Bugungi darsimiz mushakcha. Rahmat.